soray hazır uludum. Ayta uludum. Qarindoshlarımızdan bu soray nega kelib to'xtab qoldi bu? Hay Allah. Assalomu alaykum qarindoshlarım. Bugun nihoyatda xayriya ahvol yuz berib o'tadi. Biz gapimizni qilaveribdik. Intervyuni qilaveribdik, ammo Facebook'dagi programma uzilib qolibdi. Unga diqqat qilmabdiman, chunki bu programmani ochib, uni qarab o'tag'ashqa Facebook'ga qarasam, Facebook'dagi ulanma yo'q turadi. Shoma tuvanda ko'rayotgan qarindoshlarimiz qapolmay bir yazmacha puchur bergan bo'lsanglar, bu program nerede uzilib qoldi, men bilolmay qoldim. Shuningga qarata savolni shu yerdan boshlagan bo'lsak. Avval qilgan bo'ldim sizlarni. Torda düşman badisi men toza ishlatmaydim. Mana haqiqatan bir skript Facebook'ni uzib bordi. Bu ko'rayotgan qarindoshlarım, siz ko'rayotganlar bo'lsa, nerede uzilib qoldi bu suhbat? Shuni xapolmay bir deb bergan bo'lsanglar, bir yozib o'tgan bo'lsanglar bo'pti-ku, xushur qilib. Gapni shu yerdan boshlashimiz kerak chunki. Hozirgacha qarindoshlarımizdan nima kelmadi? İnkaz kelmadi. Qarindoshlarimiz ko'rayotgan qarindoshlar xapolmay bir yozib o'tgan bo'lsanglar, Rabia Qodir xonimning istifa berganligi haqida tushuntishini so'zlayotdi dedi. Demek ki gap shu Rabia xonimniki istifasi to'g'risida so'z shotlayadi, uzilib qolgan o'xshaydi. Risolat xonim. U vaqtda oxirgi gapim shu bo'lgan. Yo'q. Tamam. İstifasiniki demek ki o belki sizniki belki düşüncenizniki ahire çıkmagan bo'lishi mümkün. Ama o qarindoshlarimiz eğer mümkün olsa belki tekrarlanıp qolishi mümkün. Aşı savoldan başlasak qayta, deymi? Eğer tekrarlanıp qolgan yeri bo'lsa, qarindoshlarimizni to'g'ri tushunishini umid qilaman, chunki men program boshqarayotganda 3-4 oy bo'ldi, bunda ahvol bo'lib boqmagan. Ya'ni mening Facebook'umga kirib, mening programmamni uzib o'tadigan ahvol bo'lmagan. Bugun bu ahvol ko'rildi. Istifa berganini qo'llayman deb o'tadi deydi Mariya xonim. Gapni shu yerdan boshlaydi. Endi bo'lsa Risolat xonim istifani so'rganligini sizdan so'radim. Buningga o'zingizniki ko'z qarshini so'ragandim. Qarindoshlarning deyishicha gap shu yerda uzilib qolgan o'xshaydi. Mushu xonimniki qurultayda uzun yillar ishlab shu qadar zo'r to'plarni qo'shgandan keyin istifa berishga majbur qolganligi to'g'risidagi ko'z qarshingizni qisqacha, o'zingizning his qilganlaringizni qisqacha bir qayta ta'batgan bo'lsangiz. Shu endi Rabia anamiz mush turmadan chiqib 2006dan tatib mush Dünya Uyg'ur qurultayining raisi bo'lgandan tatib bu qurultay Dünya Uyg'ur qurultayi shunchalik kuchaydi. Bütün tashkilotlar hammasi bir yerga yig'ilib, endi Dünya Uyg'ur qurultayining ishlari shunchalik muvaffaqiyatli bo'lib, bütün Uyg'urlar, Rabia anamiz bütün Uyg'urlarni dunyoga tanıtdi. Endi shundoq bo'g'ini qarmay, afsuslanarli yeri 2016-yılı biz Rabia anamizni qaytadan sayıldık. Qaytadan reislikka saylab, xalq sayıldı. Biz hammamiz sayıldık. Sayılgandan keyin bir yıl o'tmay, bular favqulodda qurultay o'tkazib, Rabia anamizni mushu reislikdan evatkini biz uchun, hammamiz uchun bir eng bir afsuslanarli mushu Uyg'ur davasida hammamiz uchun, xalq uchun mushu Rabia anamizning kaynidagi 35 milyon xalqi uchun bir eng bir nim desam bo'ldikin
Facia deyishga bo'ladi. Facia, facia bo'ldi. Buni hech kim, men mushu kamgacha uni kechirmayman men. Dünya Uyghur Qurultayini emas, shu Dünya Uyghur Qurultayidagi shaxslarning qilgan ishini kechirmayman, shaxslarning. Mening demoqchi bo'lganim, Rabia onamizning hozir mana isbot nima? Bunu Ali rehberlikten bedi nima? Pasorda. İstifa belgenini men Rabia onamizning qo'llayman. Rabia onamizning ashni yashkiniga men darrov qo'llaydiganimni endi izhor qildim. Nimishga desanglar, Rabia onamiz u bir lider. Bir lider salohiyati bilan bütün tashkilotlar, dunyodagi bütün Sharqiy Turkiston tashkilotlarga maslahatchi bo'la oladi, ali rahbar bo'la oladi. O bir Dünya Uyghur Qurultayining emas. Shuning uchun men o Rabia onamizning istifa belgenini qo'lladim ham qo'llayman. Menimcha shu hamda u yerda u ziddiyatlar keskinlashib, hech kim bir ish qilolmaydigan darajaga yetgan degan ham Rabia onani biz bilib turibdik, ma'lum qora qo'llar zo'r bir zo'rliq zo'mbuliq qilib, tahdid qilib, taxtdan u liderlik o'rnidan tushagan bo'ldi. Ammo menimcha xalqimizning qalbida Rabia xonimniki liderlik obraziga hech ta'sir etmadi. Xalqimiz yanada Rabia onamizni Uyg'urlarning lideri, ma'naviy onasi deb tanıydı, ham dunyomi shundoq tanıydı. Masalan, shu Rabia onamizniki mushu hozirgi holatdami, u yoqqa bu yoqqa berayotgan faoliyatlardami, chet ellik mushu hukumatlarniki, xalqaro tashkilotlarning muomalasidami, yanada Rabia xonimni Uyg'urlarning lideri deb tanıydiganligi chiqib turibdi. Gerçi ba'zilar o'zini padazlab, shu qadar kuchab, hamma yerda tashviqot qilib, o'zini lider ko'rsatishga tirishayotgan bo'lsa-mu, mumkin emas. Rabia xonimning o'rnini dasiyolmaydi, mumkin emas. 20 yil ekan qanday bo'larkan tam bilmadim. Rabia xonim hayotla bo'ladi ekan, mumkin emas. Endi men sizmi yaqinda Parijdagi yig'inga qatnashib keldingiz. Parijda bir Mo'g'ullarning vakili nihoyatda ta'sirli bir gap qildi. Ya'ni sizlar Uyg'urlarni men tushunmadim, qanday xalqsizlar. Sizlar o'zingizlarga bayroqlar bo'lib, sizlarni yetaklab ketayotgan bayroqni putlab yiqitdinglar. Mushtoq bayroqinglarni yiqitib o'tib turib, sizlar qanday inqilob qilsizlar, vataninglarni qanday ozod qilasizlar? Mana biz bu bayroqning qadrini bilamiz, bu bayroqni qayta tiklaymiz dedi. Va haqiqatan men Yaponiyada ochilgan 8 taraf qatnashgan yig'inda uningda Tibetlar bor, Mo'ng'ullar bor, Hong Kongliklar, Tayvanliklar, hatto Vyetnamliklar bor ekan. Mushunda bir cho'ng xalqaro tashkilotga yana Rabia xonim rais bo'lib saylandi. Mushuning o'zimi yana xalqaroniki Rabia xonimni yana Uyg'urning lideri, hatto mushu Xitoyga qarshi, zo'magarlikka qarshi kuchniki lideri deb tanıydiganligining isboti. Men de turli sabablar bilan Parijga boramay qoldim. Siz bordingiz, Risolat xonim. Shu Mo'ng'ulniki ashara degan gaplarni angladingiz. Shu Mo'ng'ulning shu gaplarini anglagan chaqlaringizda sizga, masalan, shaxsan mening ko'zlarimga yosh kelib ketdi. Siz qanday hissiyotda bo'ldingiz? Biz hammamiz hayajonlanib ketdik, siz degandek yosh kelib ketdi. Bizning Uyg'urlarimizning, bizning o'zining, millatining, Rabia onamizning qadrini bilmagan xalqning hammasining, endi hammasi demayman. Endi hammamiz shu yerda endi hayajonlanib ketdik. Hatto şu Moğol, o dünya Moğol Qurultayining raisiga o kishi. O kishi shunchalik bir so'zildi, hammamizga shu men o'ylayman, shu zalda o'tirganlar hammasining ko'ziga yosh keldi shu vaqtda. Hatto men keyin menga so'z berilganda men shuni o'zim yana bir qitim qaytlab o'tdim. Biz Uyg'urlar qadrini bilmagan bilan mana Mo'ng'ul do'stimizlar, boshqa millatlar Rabia onamizning qadrini bilyotdi. Degandek so'zni turib, o Mo'ng'ul do'stimiz mana yaqinda bo'lgan shu Hindi nima? Hindi Hindi
Endi Tinch Okean Tinch Okean birligi degan. Shu bir xalqarалық tashkilotni qurib, shu yerning Rabiya onamizni raislikka sayladi. Shu naqmay shu zalda, shu vaqtda shu va'dasini bergan shu Mo'ng'ul do'stimiz. Demakki, bizda bir gap bor. Cho'jining shumligidan to'qining amchiki yo'q deydigan bir gap bor. Haqiqatan biz tarixni shaxsan men o'qigan. Shu ikki jumhuriyatimizni eslab o'tsak, ikkala jumhuriyatimizda shu munofiqlik ideyasi ustunlikni egallab ketib, o'zimizning liderlarini o'zimiz putlab chiqitgan. Birinchi jumhuriyatda Sabit Amollamni bizning odamlar tutib bog'lab, shu Sharq Turkistonning nurg'un tuprog'ini besib o'tib, Shinsay degan Xitoyga olib borib tutib bergan. Yo'l bo'yi xalqimiz o'tirib tomosha ko'rganlar oz emas. U bir beshimizda o'tgan ichinishli bir tarixda ikkinchi jumhuriyatdami munofiqlik ideyasi ustunlikni egallab ketib, Xitoy bilan hamkorlashganlar besim qilib va Sovetniki besimlari bilan 11 bitim imzolanib, ikkinchi jumhuriyatimizni setilib ketgan. Mana o'ylamagan edim. Mao 21-asrdami yana o'zimizning liderini putlab yiqitadigan bir ahvolniki biz yashayotgan bu davrda ko'rilishi shaxsan meni nihoyat ichindirdi. Xayriyat, endi o tashkilot Rabiya xonim 10 necha yil kuchlantirib, dunyoga tonutib, Uyg'urning haqiqiy kuchli bir markaz etdi. Uni birileri suiqasd, yeni mekir va besim, qo'rqitish, vahim bilan tatib olgan bo'ldi. O hamda shunga bu Rabiya xonimmi talto'kis ayrilishga majbur bo'lib qoldi. Ammo boya deganimizdek, Rabiya xonim o'ziniki kuchini yo'qotgani yo'q. Millatning lideri bo'lgan salohiyatini yo'qotgani yo'q. Yana mutlaq ko'p qismdagi Uyg'urlarning va xalqaro jamiyatning nazarida Rabiya onamiz yanada Sharq Turkistonning lideri, Uyg'urning onasi ham lideri. Endi siz nima dedingiz, istifosini qo'lladim dedingiz. Chunki u millatning lideri bo'lish sifatida o'zining rolini haqiqiy lider sifatida joriy qildirish kerak dedingiz. Ham sizcha hozir shu chekinib chiqqandan keyin, qurultaydan keyin Rabiya xonim o'z rolini joriy qildiryapti? Har holda joriy qildiryapti Rabiya onamiz. Rabiya onamiz ne shunchalik putlash to'g'an holatdimi? Rabiya onamiz o'zining iqtidorini, irodasini yo'qotmadi. Rabiya onamiz mana hatto shu hozir shu Salih Xudoyer inimizning 5 oylik mana 5 oy bo'lgan namoyishini qo'llab-quvvatlab har kuni o'zi chiqib yendi tutdi. Undan keyin har qanday shundaq butun dunyoda bo'layotgan har qanday Uyg'urlarga xos faoliyatlar bo'lsin, namoyishlar bo'lsin, hammasini qo'llab-quvvatlaydi. Mana haqiqiy bir lider, haqiqiy bir millat manfaatini o'ylagan bir inson moshtaq bo'lish kerak. Men o'ylaydiganim, hammasini birdek ko'rib, hammasini birdek qo'llab, har qanday inson o'tirg'i chiqsa, mana yoshlarimiz hozir chiqyapti, hammasini qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman. Rabiya onamiz hech qachon nemisini liderlik sifatini yo'qotmaydi. Rabiya onamiz butun 35 million xalqning yuragida. Rabiya onamizdagi iqtidor hech kimda yo'q. Hech bir hozirgi shu qanday bo'lsin tashkilotning raislarida yo'q deb o'ylayman men. Haqiqatan bu Rabiya xonim o'zimi voz kechgani yo'q, ham vozimni kecholmaydi, chunki bu millat sevgisi, vatan sevgisi degan narsa qonda bo'ladi-ku. Rabiya xonimdagi shu jasoratmi, shu ishlarni davom qilib, bugungi kundami tashlamay, shu qadar besim, shu qadar hujumlarga uchrab turibmi, yana tashlamay olib berishimi, shu qondagi omildan deb qarayman. Masalan, siz nima dedingiz, Rabiya xonim shu milliy da'volar bo'lsa, hammasini qo'llab kelyapti. Shaxsan masalan Parijga bordi, Parijdagi yig'inni qo'lladi. Yaponiyadagi u faoliyatga bordi. Ammo u Jenevada bo'lmoqchi bo'lgan
namoyishga chaqiriq chiqadi masalan. Uyg'urlarimizni aşağıya aktif qatnashishga chaqiriq chiqadi. Ya'ni ayrımçılık qilmadi. Ben millatning lideri, millatimizga foydali ish bo'lsa uni qo'llayman. Men shu millatning lideri degan nomga tushliq ish qilishim kerak deb faoliyatlarini davom qiladi. İnşallah endi bir yomonlikdan keyin bir yaxshilik bor deb shu shaklda davom qilsa ishini bizniki da'vo ishlarimizninki yanada to'g'ri yo'lga tushib davom qilishiga foydasi bo'ladi deb o'ylayman. Bayaz siz bir Uyg'ur ayollar tarbiyalash kursiniki gapini qildingiz. O bir necha qatim davom qilganda biz buni diqqat qildik. Bu faoliyat hozirmi davom qilyaptimi? Yo'q, shu oxirgi qitim shu biz shu Parijda 6-navbatlik seminar bo'lib, shu Uyg'ur ayollarni kishilik huquq bo'yicha tarbiyalash deb ND'ning yordami bilan qurultay o'tkazyapti. Shu oxirgi qitim shu bizning shu Dunyo Uyg'ur ayollar birligi qurilgan yili 2013-yil bo'ldi. Shundan keyin bular ayollarni tarbiyalash kurslarini to'xtatdi. O şu qurultay tashkillagan faoliyatmi sizlar emas? Ya, o shu Dunyo Uyg'ur qurultayining endi ND finans qilib o'tkazib har yil o'tkazyapti har bir davlatda. 6 davlatda o'tkazgan. Har bir seminarda yuzini o'sha xonimlar kelib, shu yerda masalan xonimlarning endi bu shunchalik bir muhim narsa-ku. Xonimlarning endi o'zingiz bilsiz, uydan chiqishi o bir test. Bir oila, bola deydi, har taraf bir kishilik o'zining ishi bo'ldi. Shuning uchun biz endi xonimlarimizni bo'libmi, mush muhojiratda qorong'ichilikda qolgan xonimlarimizni uyg'otish nihoyat muhim. Shuning uchun endi bu qitim bular shu 2013 mana 5 yil bo'libdi to'xtatdi bular. Endi undan keyin hatto men o'ylayman endi mush Dunyo Uyg'ur qurultayi ash 6 qitimliq 100 oshiq ayollarni chaqirib shunchalik kurslarni har bir davlatda o'tkazdi. Shuning pul iqtisod chiqadi. Shuning endi mush Dunyo Uyg'ur ayollar birligi qurilib, mevasi qurildi-dan. Endi-chu. Shuning mevasini nima qilish kerak deb meni o'ylaydiganim buningdan keyinmi bizni ashta qo'llab quvvatlash kerakdi. Ham shunday seminarlarni bizga hamkorlashib o'tkazish kerakdi deb o'ylayman. Ham bu qurultayniki bu ishni to'xtatib qo'yishiga sizcha nima sabab bo'lgandi? Endi men o'ylaymanki endi bu keyin asta endi bu men endi necha yildan beri mush qurultayning orasida bo'lgan hamma nimalarni ko'rib keldim. Endi men ularni buni naq maydonda demsammi, biz haqiqatning baribir o'zi vaqti kelganda ham nim chiqdi. Biz uni Nurbonu madam ikkimiz kitob qilib yozyapmiz hozir. Alloh buyursa o kitobni chiqaramiz. Bizning shu necha yillik shu Rabiya onamizning yendi yurganda qandaq insonlar qandaq ishlarni qildi, qanchalik qasdliklarni Rabiya onamiz qildi. Mushlarning hammasini yezib kelyapmiz. Mening demoqchi bo'lganim, men o'ylayman, bular bizni shu biz Dunyo Uyg'ur ayollar birlik qurildik. Birinchidan bir mustaqil bir tashkilot qurildik. Ikkinchidan men Rabiya onamizni bir qo'llayotgan bir inson uchun men uning rais bo'lib saylanib qoldim. Mümkün agarda shu meni o'rnimga boshqa birisi saylangan bo'lsa, ular mumkin qo'llatdi deb o'ylayman. Nimishkida bu endi Rabiya onamizning yetakchiligi bilan tashabbusi bilan qurilgan bu tashkilotni nimishkida bular endi qo'llimdi, qo'llash kerakdi ular. Qo'llab texnik mashini kuchaytirish kerakdi. Ayollarga ko'ngilni bo'lmadi bular. Bu qo'llashniki to'xtab qilishi shu nimadan keyin bo'ldimi? Masalan, Parijdagi qurultaydan keyin bo'lgan ishmi yoki shu Rabiya xonim o'tgan yili qurultayniki lideri bo'lib shu bo'lgan salohiyatidan tushib ketgandan keyin bo'lgan ishmi?
ул эмес эди. Унундан кийин болду, бирок бу ашу биз курулгандан 2013'te kurulduk. Şunundan beri endi rastımını etsem endi başta endi özünüz bilsiz. Biz bir siyasetçi bulup tugulmaymiz. Biz endi siyasetçi bulup yetilip çıkmız. Onundan keyin biz bir aciz bolgandan keyin biz yeni kurulgan bir teşkilat bolgandan keyin bizge yol yoruq köstüş, qo'llab quvvatlash vazifasi bor deb o'ylayman. Bir qurultay, bir vatandagi sirt bir surgunlik hukumat deb hisoblabdik biz burun. Masalan, shundoq bo'lgan salohiyati bo'lgandan keyin bular bizni ashtaq qo'llash kerakdi. Endi bu keyin buni Rabiyanimizni biz bizni qo'llaydigimiz o har doim qo'lladik ham qo'llaymiz. Parij'deki nemde bo'ldi. Parij'da bu Rabia annemizni qaytadan saylagandan keyin xalq keyin bularning qaytadanlar Rabia annemizga annemizni evitish, qaytadan bir favqulodda qurultay o'tkazish degan narsalar chiqdi maydonga. Undan keyin nurg'un Facebook'larda turli xatlar yozildi. Biz qarab o'tamdik, biz degan bir haqiqat so'yar. Biz degan biz Rabia annemizning imajini, yuzini tushagimiz kelmaydi. Biz degan o Rabia annemiz degan bir Uyg'urlarning lideri. Bir millat o'zining liderini hurmatlashni, qadrlashni bilmasa, qandoq shu bir millat o'zi bir davlat qura oladi keyin? Qandoq o millat bo'lib saqlanib qola oladi? To'g'ri. Buning uchun biz endi ham hech narsa tech o'tamdik rost. Hamiyat haqiqatni yozdik. Shuning uchun mumkin bizga ashtaq munosabatlar bo'ldi. Endi nurg'un odamlarning beshida o'tgan ish shuki, ya'ni siz mayli o'zingiz xohlamang haqni qo'llasangiz, haq tarafda tursangiz, sizmi bilib bilmay hujumga uchraydigan ahvollar hozir nihoyatda normallashib bo'lib qoldi. Bizdek erkeklar ham normal ham dedi, kundagidek yo'liqib turmiz unda ishlarga. Sizni hamda biz bir suyimli xonimimiz deb bilimiz, O'rta Osiyoda tug'ilgan bo'lsa-mu, vatan millat deb o'zini atab aktiv faoliyat olib berayotgan bir suyimli xonimimiz. Sizdan bu so'rab baqim keladi. Sizgami? Keldimi bu kunlar? Sizmi hujumga uchrab baqdingizmi? Hujumga biz uchrab daim uchraymiz. Uchrab kelyapmiz. Nimishga desangiz, biz birinchidan mushu Dunyo Uyg'ur qurultiyi krizis boshlangandan beri biz daim hujum uchrayapmiz. Men o'ylaymanki, bizning shu Rabia annemizni qo'llaganimiz uchun, Rabia annemizning yendi bo'lganimiz uchun. Undan keyin bizning Rabia annemizning mushu o'zim mush turgan belgiyadilar. Masalan, bizning Uyg'urlarimiz necha yillab bir ustalda bir dasturxonda o'tagan yaqin do'stlik o'tgan hatto do'stlarmi do'stlar orqali hujumga uchirdik biz. Masalan, shaxsiy mening oilamga ishtaq uchirdi. Bir ailening qirsig'idan durust tushunmasligi uchun nimishga desangiz bu siyaset deganimiz agarda men biz hujumga uchirmadik, agarda men hech narsa aralashmasam, tip-tish jursam, to'y nazarga berib chiroyli hamsi bilan ko'rish qo'yiblar, boshqalarga o'xshash kelgan bo'lsam, hujumga uchirmadim. Demakchi bo'lganim, harakat qilsangiz har doim hujumga uchraysizki, har doim dushmaningiz ko'paydi ekan. To'g'ri. Risolat xonim, mayada bir telefon kirib qoldi. Telefonni olsak bo'lamdi? Hamma. Assalomu alaykum. Bo'ldi, so'rang, qani so'rang. Birisi, benim sualım Risolat xonimni so'raydigan, o'sha Rabia annемizning hamma qo'llovchilarini cho'qim qo'llaymiz-da. Rabia xonimni o'sha hisob
kadar boyunda baktık. Mutlulardan pulcıqdığım. Rabiyamızın çıkımını götürüm. Aşında işlerin Rabiyamı şunu bir tepeden tutsunuz. Mesela Rabiyamızdan azızdığında bir ayda pullandaysa qanday yollar qılıb yardım qılınız. Şunu tepeden olsun. İkinci sualım. Şimdi Serhat Hanım'ın hala oyladığını belki şu ne için bu hazır autonomiya ya kişilik Türkistan bir çizim materyal bir karışla bağlar mı sende? Şuna aramızda var. Hem de Uygur ağızdaki şarkı Türkistan'da autonomiya yok dedim. Lakin künde ben Google kanda haberler çıkıyor. Ve şuntumuzun yanı Şinjan asalık millete, Şinjan'daki Uygurlar Cumhur'daki Müslümanlar aşında kitlelerden bizim davarımız bu adı. Ama bizim ağzımız ekibimizden medya çıkan haber işgal. Fakat öpüşmaydı. Bununla Şimali Amerika tarafından Avrupa tarafı tutuyor ve Şinjan'daki asalık milletler mandamanda buldu. Şunu biz hazır isim talaşkınımızı, hem isim talaşkan her bulmadı. Nime için bu şunu biz özgür çıkamayız. Ama Şinjan ve türlü takılalım desek o türlü takışılmak da aynı. Çünkü o bir Xitay'ın mentaliteye bir takışımızla bizim türlü takışımızla da aynı. Şunda buğandaki şu medyanın müşünde bizim davalarımızı ikuatkan şaraytın kaynır, devletimizin bir Bilsilingan müstemlik içinde bir devlet işgalliğini dünyada ilk kudurvasak, müşünde bir fırsatını biz özümüzle imkanımızı buluş hasıl kılasak bir mente bir vasak bulmamda da koylayman. Şunun Serhat Hanım bir konu inkılapçı buluş nemesede müşünün kanda karaydı bizler kanda bulmaz. Uygur arası tanışıdı lekin medyadan yaman özgürlüğü çıkılamadınız. Şunu bir şey istekleyeceğim olsa sizge rahmet, Serhat Hanım rahmet. Rahmet ömse. Suallarını aldınız, hani cevap vereyim olsunuz. İsmini kim dedi bu kadının? İsmini demedi, bir kayırın işimizge ben sormadım. Amayl bo'ldim. Endi men demoqchi bo'lganim birinchi savoli bizning endi bir iqtisod to'playotganimizlar Rabia onamizga yordam qilsak bizmi qo'shilsak degan bo'ldi-ku. Shunaqa. Endi bizning Dünya Uyg'ur ayollar birligining o'zimizning hisob kontimiz bor. Biz Rabia onamizga mana necha yillardan beri bütün shu bo'libmi O'rta Asiyadan Qozog'iston, Qirg'izistondan xonimlarning yordami, o'zimiz yordamimiz bilan Rabia onamizga har doim kerak endi kundalik shu safarlar chiqqanda kerak narsasi bo'lsin, undan keyin chapan, andaq bir narsalar bo'lsa yordamimizni beryapmiz. Agarda bizga shu Dünya Uyg'ur ayollar birligiga bizning sepimizga qo'shilinglar, ham xonimlar dunyodagi bizning endi yaqin arada shu to'rbatlarga endi har bir ayoldan bir yevrodan to'la badal puli beralaydiganlar bo'lsa degan bir nima o'tirg'i maslahat qo'yilyapti. Shuni biz shu bir yaqin arada yaqinda nimga chiqarmiz to'rlarga. Shu vaqtda qo'linglardan kelguncha 1 yevrodan boshlaymiz. Endi kimning qo'lida qanchalik kelsa shu berishinglar umid qilamiz. Bu pul endi bizning o'zinglar bilsizlar, Rabia onamiz birinchidan bir ojiz bir ona, Rabia onamizga yordamimiz. Undan keyin hozir muhojiratdagi bizning xonimlarimiz bo'libmi, Turkiyada xonimlarimiz shunchalik hozir muhtoj bizning yordamimizga ham tarafdan, ham iqtisod, ham ma'naviy, ham tarafdan ular muhtoj. Bizning o'yimiz kelajakda shu Turkiyada bizning shu qorong'uchilikda qolgan xonimlarimizni uyg'otish, o'z huquqiga ega bo'lish, hech kimning ko'zi qarmay, o'zlariga ega bo'la oladigan har turli maktab, hunar o'rgatilgan maktablarni ochadigan endi planlarimiz bor. Shuningga albatta iqtisodsiz hech narsa bo'lmaydi. Qani bizni qo'llaydiganlar bizning sepimizga qo'shilinglar. Biz azdan bo'lsa yig'ib qo'limizdan kelgan ishimizni qilaylik. Endi ikkinchi nimaga desam, Sharqiy Turkiston avtonomiya degan so'zlarni qildi.
singilimiz. Mening demoqchi bo'lganim bu men endi o'zimning birla bizning Sharqiy Turkiston deb deydigan hammamizning majburiyatimiz u. O bizning vatanimiz. O vatanimiz bizning bo'lgan ikki qitim mustaqilligimizni olgan bir o'zining bayrog'i, o'zining gerbi bo'lgan hatto gimnim bir vatan o bizning. Shuning uchun biz her doim Sharqiy Turkiston deyishimiz kerak. Matbuotlarda Şinjan deganni qo'shadigan sababi birinchidan o o'ylayman endi Sharqiy Turkiston degan nima yo'q hozir, undaq davlat yo'q deb administratsiya nimalarga shunaq yozayotdi. Endi uning o'zgartisi bo'ldi. Biroq ama o'ylayman bu asta-asta keldi bizning nimalarga. O shu har bir davlatdan masalan chiqqan har qanday bir nim bo'lsin, axborot nima, shu davlat ular o'z manfaatini qo'g'daydi. Ular Xitoy bilan nim qilgisi kelmaydi. Masalan, men bir voqeani o'zim aytib ketay. Bizning Rabiyanimiz shu birinchi qitimliq safarga chiqib, bizning mush berga kelganda biz men tarjimon bo'lib bizning shu nimda Bryusselda tashqi ishlar ministrligi bilan ko'rishdik. Görüşüp o Rabiyanımızın yeni çıkan vakti, Rabiyanımızın hayacanlanıp şu yürügüge patmavatkan vakti. Eşede sözlep müstakillik dep bir ne çıktım, şu bizden vatanның müstakillik için kurşulğumuzda müstakillik qalaydığımız to'g'riliq gaplar bo'ldi. Men onu tercüme qildim. Keyin chiqibla bizning yedimizga kelib, şu Amnesty Kechirim tashkilotining a'zolari eşede sizlar bundan keyin sizlar keyingi bo'lgan uchrashuvlarda mustaqillik degan so'zni ig'zinglar amsanglar degan bizga so'zni qildi. Shuning uchun men o'ylayman, bu masalan o Rabiya onamiz ya boshqa bir din emas, o mustaqillikni ig'ziq olmaydi, avtonomiyachi degan so'zlarni o mushu bizga chaplagan mushu davlatlar yordam qilayotgan bizga mush har qanday tashkilot bo'lsin nimlar, men o'ylayman ashlarning nimasi bo'yicha ko'rsatgan yo'l bo'yicha, maslahat bo'yicha shu mustaqillikni ig'zinglar olmanglar degan. Endi bundan keyin bizning endi Uyg'urlar bo'lsin, vatandan chiqqan Uyg'urlar bo'lsin, bizning mush Qozog'iston, Qirg'izistonda, O'rta Osiyoning Uyg'urlar bo'lsin, bizning shu kommunistik rejim miylarimizni juvatgan. Shunchalik qo'rqanchoq bo'lib, shunchalik shu Sharqiy Turkiston mening millatim, biz mustaqillikni qalaymiz degan mana kalsikni jub evetgan. Shuni biz o'rniga keltirishimiz kerak. Biz bir millat, bir inson sifatida yashashimiz kerak deb shuni quyishimiz kerak miyimizga. Biz cho'qin mustaqilligimizni erishimiz kerak. Biz bir qadimiy, bir madaniyatlik, bir go'zal bir millat. Biz o'zimizning davlatimiz bo'lish kerak. Biz mustaqilligimizni cho'qim erishimiz kerak deb miyimizga quyishimiz kerak. Buni mustaqillik to'g'risida gap bo'lib qoldi. Sizmi Parijga berib yig'in qatnashib masalan surgundagi hukumatmi bor, qurultoy bor, ma'rif tashkiloti bor, o ziyolilarning tashkilotlari, bu tashkilot deganda tashkilot bor turib, yana nimishqa bir mustaqillik tashkiloti qurildi, ham bir milliy majlis qurildi degan savollarni qo'ygan bo'ldi. Ham bu Parijdagi yig'in jarayonida qadamlar ko'rdi, nimish bo'lganda u yerda. Siz nimalarni his qildingiz? Ya'ni bu tashkilotniki Parijda qurilishniki qanday bir ahamiyati bor sizcha? Zaruriyati bormi, yo'qmi? Agar zaruriyati bor deb qarasangiz, bu tashkilot xalqning taqozosi bilan qurilganmi? Va yoki bir qism qurultaydan olib chiqqan odamlarning o'zlarining ehtiyoji sabab qurilganmi? Sizcha bu tashkilotning bundagi roli qanday bo'ladi? Endi men o'ylayman, har qanday bir masalan bir davlatda har turli partiyalar bor. Biroq ularning maqsadi shu bir davlatga, davlat manfaati uchun xizmat qildi. Har qanday bizning Uyg'ur davosidimi birla Dunyo Uyg'ur qurultiyi ya boshqa bir tashkilot emas. Har bir masalan ideyasi o'xshamagan insonlar
her türlü partiyalarni qura oladi deb o'ylayman. Shuning uchun bu bizning birinchi qitimliq mana shu bizning shu 44-yili masalan olgan mustaqillik hukumatimizni qo'lga keltirgandan keyin men o'ylayman shu birinchi qitimliq bizning chet eldagi muhojiratdagi bir tashkilot qurildi. Men uningga uni so'yindim. Biz hammamiz hayajonlandik. Endi men o'ylayman har bir inson o'zining har qanday yo'l bilan, har qanday harakat bilan mangdi, har bir tashkilot. Biroq maqsadimiz, nishonimiz bir. Shuning uchun har qanday bo'lsin tashkilot bo'lsin, biz qo'llashimiz kerak. Har qanday tashkilot bilan hamkorlashishimiz kerak. Biroq hammamizning oxirgi nishonimiz, oxirgi maqsadimiz bo'lishi kerak, birlik bo'lishi kerak. Shuning uchun men bu mustaqillik tashkilot ya Sharqiy Turkiston majlisi deganga qo'shilma. Yaxshi masalan shu Dünya Uyg'ur qurultiyi kirishdan keyin nurg'un bizning da'vogarlarimiz, nurg'un burun-burdan xizmat qilayotgan bizning aktiv jangchilarimiz azroq ishonchisini yo'qotib, azroq hammasi nim qilib qoldi-ku. Bu qitim shu Sharqiy Turkiston mustaqillik harakati qurilib, shu yerga shularning hammasini to'plashganini ko'rdim. Shu insonlarning hammasining ideyaviy birlik kelgani meni so'yindi. Ularning qanday yo'l bilan mengib, qanday keyin mangdigini, biroq nishonimiz hammamizning biri bo'lsa, eng yaxshisi deb o'ylayman, Xudoyim buyursa. Undan keyin masalan men buni surgunlik hukumat to'g'riliq masalan. Surgunlik hukumat shu burun-burundan men shu kelganda dedim, nima uchun bizning shu surgunlik hukumatimiz bor deydi shu Turkiyada. Ya anlamayman, nima ish qilayotganini bilmayman. Nima uchun? Ondan keyin shu nima uchun shu Tibetlarga o'xshash bir sistemalik bir surgunlik hukumatimiz yo'q bizning debchi. Nima ishga hech kim e'tirof qilmaydi deb o'yladim. Endi hozir mening endi u yerda krizis bo'libdi. Hozir bular qaytadan qurimiz deb endi qaytadan tashkillanib etibdi. Men unga xursand bo'ldim. Men o'ylayman, bir kuchli bir surgunlik hukumat qurilishi kerak deb. Shu ham atrofga butun tashkilotni yig'ib, liderimiz Rabia Qadirni qo'yib, shu sistemalik turda, shu bizning shu Tibetliklarga o'xshash bo'lish kerak bizning. Biz o'zimizning bir o'qigan, madaniyatlik bir xalq ekanligimizni ko'rsatishimiz kerak. Nim to'la biz doktorlar to'la, ziyolilarimiz to'la masalan. Biroq qilgan ishimiz tashkillash tarafdan hammamizning asqaqlab qolgan. Undan keyin tashkilotlarni qo'llash tarafdan asqaqlaymiz. Tashkilotlarni hozir qo'llamaymiz. O'z oldiga tashkilotlar nima qilib berdi degan gaplar qilgan chiqib qoldi. Tashkillikni bilmagan bir xalq, bir millat qanday davlat qurdi? Baribir tashkillik, bir tashkilot bo'lsa, bir qonunliq hukumat o'xshash. Siz qonunliq tashkilot nomidan siz bir hukumatga berib sunalaysiz, xat sunalaysiz. Ya bir namoyish ruxsat ola olasiz. Qanday qilib bo'lsin? Shuning uchun men o'ylayman, tashkilotning muhim. Tashkilotlarni qo'llanglar. Tashkilotlarga bilan ishlab, eng bo'lganda qo'linglardan kelganda orqa sapdan bo'lsin qo'llab beringlar tashkilotlarni. Maya siz bir gapni qildingiz, bu tashkilotlar hammasi xalqning qo'llashiga erishishi kerak, chunki hammamizning nishoni bir dedingiz. Bu yerdagi bu bir nishon sizning nazaringizda nima? Bu nishon nima? Bu nishonimiz bizning mustaqil davlatimizni qurib chiqish. To'g'ri. Mustaqil davlatimizni qurib chiqish bizning. Biroq kechirsiz so'zingizni bo'lib endi keyin bizning davlatimizni Sharqiy Turkiston deymizmi? Uyg'uriston deymizmi? Ya Uyg'uriya deymizmi? Uni xalq o'zi yechidi. Referendum qilib, birinchi bizning nishonimiz o davlatimizni qo'lga keltirish, mustaqil bir davlatimiz. Keyin uni ismini o'zgartirib, endi xalq o'zi yechidi demoqchiman. To'g'ri. Bu Uyg'uriston bilan Sharq Turkistonning ismi chiqsa, bu O'rta Osiyodan kelgan qarindoshlarimizning mutlaq ko'p qismi Uyg'uriston deydi. Bugun mana siz boshqacha gapiryapsiz. Ya'ni xalqimiz o'z belgilasin deb nihoyatda to'g'ri, yaxshi javob berdingiz, chunki
bizning hozir bu ism talashtirgan vaqtimiz emas. Sharq Turkistonmi, Uyg'uriston deydigan vaqtimiz yo'q uningga. Avval mustaqilligimizni bir qo'lga olaylik. Andan keyin Sharq Turkiston xalqi o'zi qaror bersin. Shu chaqda Uyg'uristondan do'q, Sharq Turkistondan do'q, shu chaqda qaror bersin. Bizning qiladigan ishimiz bakmi to'la. Rost deysiz. Hem şuna abde abay sizden bir so'al so'ragandim. Bu nişanımız bu nişan nima deganda mustaqillik dediniz. Hozir xalqimizniki mo 95% desem xatolashmayman. Mustaqillik deydigan bo'ldi. Burun o'z taqdirini o'zi belgilash, avtonomiya, yana bir deganlar davr surib yurgan ham Xitoyniki hozirgi vahshiyligi xalqimizni uyg'otdi. Yani Uyg'urlarniki ve Kazak olsun yoki Qirg'iz, O'zbek, Tatar olsun bu Türk milletlarniki Sharq Turkiston tuprog'ida Xitoy bilan yana birga yashash imkonining yo'qligini Xitoy o'zi bizga aniq tepadi. Yani faqat bu lagerlarga solayotgan Uyg'urlar emas. Onun ichida Qozoq bor, onun ichida O'zbek bor, Tatar bor, Qirg'iz bor, hatto Tunganmi bor. Musulmonlar bo'lsa akab solayotadi. Hem maqsadi şu yerlik milletlerini yok etip assimilasiya qilib yoki o'ltirib yo'q etib butunlay xitoylashtirish bizning vatanni. Anda bo'lgandan keyin bizga hozir mustaqillikdan boshqa yo'l qolmadi. Ama Rabia xonimmo hamma so'rovlarni davatidi. Hozir hamda bizga mustaqillikdan boshqa yo'l yo'q. Biz mushu shuar ostida barliq Uyg'ur tashkilotlarini bir yerga akilib, kuchni bir yerga akilishimiz kerak da'vatidi. Buning oldingi sharti boya siz degandek nishonimiz bir bo'lish kerak. Ya'ni mustaqillik bo'lish kerak. Ammo sizdan bir savol so'rag'im keldi yana. Mushu nishon nuqtasidan aytganda, sizcha mushu barliq tashkilotlarning nishoni birmi hozir? Ben o'ylayman, endi har bir Uyg'urning qalbida mustaqillik. Endi uni qanday har turli yo'llar bilan har bir tashkilot o'zining endi yo'llarni har turli yo'llarni tanlab olsa, men o'ylayman, endi ularning hammasining nishoni mustaqillik bo'ldi. Endi o hakikaten shundoq, ular balki o'xshamaydigan shakllarda ifodalayotgan bo'lishi mumkin. Ammo ekranlarda ko'ryapmiz, hozirgacha ba'zi joy insonlarniki o'zlariniki sapsasida tushib turib, bu o'z taqdirini o'z belgilash degan narsami mustaqillik deb uni tushuntirishga bek tirishyapti. Ama bizde jiq adamlarimiz bunu qabul qilmayapti. Chunki bizga hozir holat qo'ypasimi bizning vatanda o'z taqdirini o'zi belgiladisimi mustaqillikka erisha olishimiz notayin. Chunki Xitoy ko'p sonda bo'lib ketdi vatanda hozir. Xitoydan boshqa mustaqillikni qo'llamaydigan ba'zi millatlar va o'zimizning orasida hatto Xitoy purushlar bor. Mushta holatda agar Xitoy bir siyosiy nayramazlik qilib bir o'yin o'ynab aşağıda öz taqdirini o'zing belgila deb bir referendumdek bir qilib qolsa, hozir mustaqillik erishishimiz mumkin. Chunki vatanning hozirgi vaziyati nihoyat murakkab. Shu normal Xitoy nüfusini hisoblasa bu tang bo'lib qoldi. Hozir Bington degan bir nim bor. O nüfus qo'shmaydigan. O Xitoyning bizning vatanni qonliq bostirish uchun qurgan bir qurilmasi u yerga asosan Xitoylardi. Agar ayni vaqt bir zamonlar kelib o'z taqdirini o'zi belgilamada deb tashlab bersa-mu, hozir tangdan to'la inson mustaqillikni qo'llaydi deb kesib aytolmaymiz. Chunki bayman degandek vaziyat nihoyat keskin ham murakkab. Buning to'g'ri yo'li biz vatanimizni besib olgan hem Xitoylar mecburi ko'chtirib kelgan bizning vatanga ko'chib kelgan Xitoylar va bosqinchilar Xitoylarni bizning vatanda yashayotgan insonlar puhralar deb e'tirof qilmaymiz. Ana shu chog'da anandan keyin biz Sharq Turkistonniki haqiqiy egilar bo'lgan turk millatlar o'zining taqdirini o'zi belgilasin desak, shu millatlarni asos qilib turib,
Şuna karar berdiğen vaziyet şekillengende anandan keyin mustaqilligimizni qo'lga olamiz. Şuna hozir o qandaqda o o'z taqdirini o'zi belgilash degan quruq sapsatini shu to'g'lashning hojati yo'q. Biz faqatla birdan bir shuarimiz mustaqillik bo'lishi kerak. Buni hamda hammamiz 95% odam his qildi-yu, 5% odam yana joyillarcha shu shuarni to'g'layotdi, o'z taqdirini o'zi belgilashda, hatto ba'zilari nomus qilmay shu 100 ming kishilik imzo to'plash faoliyatida bir qism odamlar o'zini qip-qizil oshkorlab qo'ydi. Ya'ni Xitoy bizga bizning vatanimizga qo'yib bergan haqoratli ism, XG degan ismni qabul qilib turib ifade bildirdi. Yani aramızda mushundoq tuturuqsiz, vijdonsuz, g'urursuz o'zini Uyg'ur atab olgan Xitoylarmi borki. Mushta faoliyatlar orqali biz ko'rib oldik. Ham shunlashqa Rabia xonimniki hozir men barliq Uyg'urni birga akilib, kuchni birga akilman deyishi, ham sizning boya deganlaringiz meningcha bir mushkul vazifa bo'lishi mumkin, o kadar oson to'xtamaydi mencha. Çünkü Parij'de Milli Meclis kuruldu. Pat arada bazı teşkilatlar yeni bir namlarda bir çoğarak bir teşkilatlarını kuruşqa tutuşqıvatıdı. Şuna eğer Rabia Hanım közlügen ve siz degandek haqiqiy bir hamkorlik, birlikni vujudga chiqaramiz desek, bu jihatda yana nurg'un tirishchilik ko'rsatmasak bo'lmaydi mencha. O kadar oson to'xtamaydi. Endi Risolat xonim, siz bir ana, siz bir Uyg'ur ayol bo'lib chiqdingiz bilan bir savol so'ragim keldi sizdan. Tarixdan buyon bir millatning beshig'i kun kelsa, ayollar yig'laydi, onalar yig'laydi, balalar yig'laydi. Erkeklar jinini olqiniga olib qo'yib, qon to'kib, jang qilib, millatini ozod qilib kelgan. Hozirgacha tarixdan buyon tilamchilik qilib bir millat mustaqilligini o'ligini qo'lga olgani yo'q. Durust. Endi hozirgi erlarimizning ahvoliga qarasak, mening yig'ilgim keldi, hozir o'nglab yig'lab ketaman. Nima desangiz, erlarimiz, xotinlarimiz, ayollarimiz, qizlarimiz bayroq ko'tarib, maysini kiyib, maydonlarga chiqib o'tdi. Bizning erlarimiz bulunpushqoqlarda yig'lab o'tirdi. Mayli duo qilib yig'lasin, mayli ichinib yig'lasin va yoki siyosiy sapsatlarni so'zlab yig'lasin, erlarimiz yig'laydigan holatga tushib qoldi. Ya'ni tarixda bayaman degandek jinini olqiniga olib qo'yib, qiz ayollarini, onalarini, bolalarini qon to'kib qo'g'daydigan erkeklarni biz ko'mayapmiz. Bu savolni belki tüptüz so'rayotgan bo'lishi mumkin. Risolat xonim, sizning bu tüptüz ko'nglingizni, his qilganingizni, deyishingizni, so'zlab berishingizni umid qilaman. Siz mushu ahvollarni ko'rib bizning erlarimizdan umidsizlangan vaqtlarimiz bo'ldimi? Rast deysiz. Nimishga desangiz, endi men har doim deyman, bir ana uyg'onsa, bir ayolni uyg'otadi deb. Bir ana, bir ayol hatta yo'ldishini uyg'otalaydi. Bir butun bir ayolni. Biroq bizning mushu erlarimiz bo'libmi, endi mushu vatan Xitoy kommunistlarning besimida mush singib ketgan ideyalar bilan bilmayman, ne bo'lib qoldi bizning erkaklar, azroq qo'rqinchoqlik, jangovarligi yo'q. Bizning erkaklarimizga deydiganim, hammanglar o'rninglardan dast turinglar. O'zinglarning onalaringlarga, hadi singlaringlarga ega bo'linglar. Ega chiqinglar. Sharqiy Turkistonda bizning hadi singlarimizni shunchalik ezvatdi, nomusiga tegvatdi, zulm ostida. O'yg'ininglar, qonga qon, jonga jon deb ko'tarilgan vaqtinglar keldi. Mening o'yim, hatto Sharqiy Turkistondagi amalimiz yo'q desak, muhojiratda yashagan, muhojiratdagi bizning shunchalik bir ig'ir ahvolda qolgan xonimlarimizga ega chiqmaysizlar. Nimishga ega chiqmaysizlar ashlarga. Masalan, Turkiyada nurg'un ahvollarni men hozir bu yerda deb o'tmayman naq maydonda. Turkiyadagi bizning erlarimiz, akalarimiz, atalarimiz, bizning xonimlarga ega chiqinglar. Sharqiy Turkistonda Xitoyning
Bizning izvatqını az deb özümüzning Uyg'urlari, özümüzning Uyg'ur xonim qizlarimizni ezmanglar. Shularga eg chiqinglar. Ne tashkilotlar bor shu Turkiyadagi tashkilotlardan so'raydiganim bizning xonimlarga eg chiqib, maktablarni ochib, shularni o'zlarini ishlaydigan, o'z eg chiqalaydigan, hech kimning ko'zi qaramaydigan, 3-chi, 4-chi xotinlik tegmaydigan, shularni majburlayotgan er kishilarni nim desam bo'ldi endi. Shularni yo'l qo'ybash kerak shunaqa narsalarga. Shuning uchun men mening endi burun-burnatdan bizning ne qahramon Uyg'ur peshqadamlar, ustozlarimiz, peshqadam da'vogarlarimiz, inqilobchilarimiz bor. Bizda Uyg'urlar yo'q emas. Shunaqa bo'lsa bu, mening demoqchi bo'lganim bizning er kishilardan so'raydiganim o'yg'ansizga, o'zlarining hadisinglarga ega chiqishga. Shuningdek, shu biz o'xshash aciz turib, bizning bir tashkilotni ep mengish bir ayol uchun tas bo'ldi, masalan. Ishlash, shu Uyg'ur davasida ishlaydigan har qanday xonim uyini tashlab, bolasini tashlab, hatto yo'ldishlar qo'yib bermaydi to'lsining. Bir ish qilmaydi. Shularga sizlar yo'l ichinglar. Bizga hamkorlashinglar. Bizni qo'llab-quvvatlanglar. Shu vaqtda ish mangdi. Mening demoqchi bo'lganim butun burun-burnatdan har qanday janglarda baribir ayollar eng bir nimni cho'ng rolni o'ynatdi. Shuning uchun ayollar uyg'onsa, ayollarga yo'l ichpasanglar. Bizning shu da'voyimiz texma kuchayib, cho'qim maqsadimizga yetimiz deb o'ylayman. Siz endi Risolat xonim O'rta Osiyoda tug'ildingiz, O'rta Osiyoda o'sib cho'ng bo'ldingiz, ham Yevropada yashag'ili 20 yildan ishibdi. Shu qarindoshlarimiz, bizning vatandan chiqqan qarindoshlarimiz bir yerga paranglashib o'tirib, shu O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz to'g'risida so'zlashib qolamiz. U yerda endi paraz bor. 1 milliondan ortiq Uyg'ur bor deydigan gap bor, ba'zilar 1,5 million Uyg'ur bor deydi. Sizning biladiganingiz qanchalik Uyg'ur bor O'rta Osiyoda? Endi 1 milliondan oshiq bor u yerda. Endi o'zingiz bilsiz, statistikada azaytib ko'rsatdi. Undan keyin nurg'un, masalan, O'zbekistonda bizning o'zbek bo'lib ketgan Uyg'urlarimiz shunchalik ko'p. Endi Uyg'urlarning eng zich joylashgan yeri bu Qozog'iston deb o'ylayman. Bizning shu muhojiratdagi. Bu mushu Uyg'urlarning ichida 1 milliondan ortiq Uyg'ur borligi aniq hozir. Men bu O'zbekistonga, Qozog'istonga borgan bo'lib, O'zbekistonda o'zbeklarning tili bizning tilimizga o'xshashlik tili bo'lgandan keyin ham chiroy, ham jihatdan, madaniyat ham jihatdan ham bir millat deydi-ki, o'xshash bo'lg'achqa o'zbek bo'lib ketgan Uyg'urlarning oid ko'pki. Qozog'istonda o'zini qozoq deydigan Uyg'urlar oz emasga. Ammo sizga o'xshash vatanni unutmagan, vatan uchun jon ko'ydirayotgan Uyg'urlar borki, hali borki. Sizcha shu O'rta Osiyodagi Uyg'urlarimiz ichida sizga o'xshash vatan uchun yurgi so'qadigan Uyg'urlar, shu 1 milliondan ortiq Uyg'urlar ichida bir qancha prosenti sizga o'xshash yashayotganda, mushtaq vatan uchun yurak so'qtirib? Endi bu bizni mushu Belgiyada bir ayolning so'zi, o'zi yashnab qolgan bir ayol, o'zi Qozog'istonning. Menga degan, siz bizga Sovet ittifoqi nenimizni, cheyimizni berdi. Bu yerga hozir bizga mushu Yevropa beryotdi. Nim qilatdingiz, nimacha sakrab ketib barsiz. U yoqda nim bo'lsa shu bo'lmamdi, qizil bayroq bo'lsin, yo ko'k bayroq bo'lsin, baribir emasmi degan bir ayol. Shu vaqtda men shunchalik xafa bo'ldim. Endi shu ayol endi shu bizning nimda jamiyatda bir hurmatlik, boshqa hurmatlaydigan bir ayol. Shuning bilan mening demoqchi bo'lganim, Qozog'istonda endi shunchalik bu kommunistik rejim shunchalik xalqni nim qilgan, bo'libmi burun Qozog'iston o'zining
müstakilligini almagan çağda muş Oruçlarning besimi, Oruçlarning politikasini bizga singdirib etganda u yerdagilarga. Shuning uchun ular endi shu kundalik hayot bilan o'tib nurg'un o'ylanmaganlar bor. Biroq mening bilishimcha, mush ota-buvimiz, buvimlardan ko'rdim, hammasini oxirgi nafas chiqquncha mushu jinim shu o'zimning mustaqil vatanimga berib chiqsa ben rozidim deb o'lib ketganlar bor. Undan keyin hozir buni oxirgi mushu lager vaqiyasi bo'lsin, 2016-yildan tatib mushu bo'lgandan keyin zulm kuchaygandan beri bizning Qozog'istondagi xalq uyg'onib ketdi. Hozir qarsangiz yoshlar hamsi tayyor, nima qilaylik deb turdi. Nima qilaylik deb hozir bizning beliq beshidan chiriydi deb bizning buni hozirgi muchadagi tashkilotlarning qilib жүрganlari bu yoqdagi yoshlarni qaymoqtirib qo'ydi. Azroq ular telefon urib deydi, nima qilaylik biz, qanday qilsak bo'ldi, qaysi durust bo'ldi deb. Masalan, mening demoqchi bo'lganim hozir xalq uyg'ondi, Qozog'istonning xalqi uyg'ondi. Men Qozog'istondagi bizning xalqimizga, bizning Uyg'urlarimizga masalan rahmatimni aytaman, bizning xonimlarimiz, jangovar xonimlarimiz bor masalan. Mening demoqchi bo'lganim bizning Qozog'istondagi davoni endi kuchaytirish uchun hozir masalan namoyishlarga chiqamaydi bular. Namoyishga chiqamaymiz deydi, bayroq tutqizmaydi masalan. Endi mening ularga beradigan tavsiyam bizning Qozog'istondagi Uyg'urlarimiz uchun, bo'libmi Uyg'ur yoshlarimiz uchun. Sizlar hozir masalan buni bizning shundaqli qozoq qarindoshlarimiz shu lagerlarda hozir ko'ryapmiz, har qanday harakatlarni, har qanday guvohlik harakatlarni mang'izyapti. Shular mening demoqchi bo'lganim shu bizning Uyg'urlarimiz shular bilan hamkorlashsa, berib ashlar bilan bo'lib, ashlarni qo'llab-quvvatlash orqali bizning shu qozoq qarindoshlarimizni o'zlari, bizning Uyg'urlar so'zlamagandiki shu qozoq qarindoshlarimiz biz uchun so'zlaydigan qilsa, bizning Uyg'urlar uchun so'zlaydigan, hatto kerak bo'lsa, bizning bayrog'imizni tutadigan qilsa, u bayroq bizning emas, bir Uyg'urlarning Sharqiy Turkiston degan nom bor. Sharqiy Turkiston degan demak ham turkiy millatlarning bayrog'i u. Shuning uchun men o'ylaymanki, biz ashninga akilishimiz kerak. Bizning qozoq qarindoshlarimiz hozir ko'rayotgan zulm, bizga kelgan kunlar hammasi shular kelyapti. Endi mening deydig'im shu tavsiyam yoshlarimizga. Hozir mana davatman shu bo'g'inyapti buni oz kunda shu qurultayning Sharqiy Turkiston Milliy Majlisi deyman. Masalan, ashunga telefon urdi, biz mana nima qilamiz, bayaq bormizmi, nima qilamiz, 5 qiy qolgan yoshlarning. Endi bu Qozog'istondagi ahvolni ko'rib turatimiz, shu Xitoylar bizning vatandagi qozoqlarni turkumlab tutib akirib, hatto o'tgandagi bir xabarda qarasam, oz bo'lmagan qozoqlarni poyezdga, avtobusga besib, Xitoyningki o'lkalarga to'shib so'lagan turmalarga boshqa ahvollar borki, shu ham Qozog'istonda bu qarshilikni kuchli bo'lyapti, xalqi uyg'onib ketdi. Hammasi shu o'zining yo'qolib ketgan urug' tuqqanlarning rasmlarini ko'tarib chiqib, o'shada medialarga anlatib, bizning Yevropa tarafdagi Uyg'urlarningki faoliyatlarga qaraganda Qozog'istondagi bu faoliyatlar nihoyatda kuchli bo'lyapti deymiz. Bu shu lager masalasida ularning o'ynagan roli cho'ng. Bizning vatanga kirib chiqqan qozoq qarindoshimizmi u yerda xeyli uzun yetib chiqqandan keyin dunyoga shu cho'ng medialarga hammasiga anlatib bu ishni tonutdi. Biz tarixda Cumhuriyet qurilgan chaqda biz Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz demay, O'zbek demay, hammasi biz turkiy millatlar shu mo'rni tirab shu Cumhuriyetimizni qurgan. Hali ham bundan keyin o'rtaq dushmanimiz bo'lgan Xitoyga yana qo'lni qo'lga tutib, noqimsaq bo'lmaydi. Shunga O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz boya siz degandek Aş Qozaq qarindoshlarimiz bilan hamkorlashib, O'zbek qarindoshlarimiz bilan hamkorlashib, shu Xitoyning qilayotgan zulmini O'rta Osiyo taraflarda anglasa, yerli xalqqa
şu ve Rus tilida so'zlashadigan boshqa millatlarga hozir ko'rib turatımız şu Rus medialarıdımı şu bizning vatandagi şu lager masalasi bismillah anlatılyapti. Gerçi Rusça bilmesem Rusça bildiğin qarindoshlarimiz chiqaryapti, Facebook'ta ko'ryapmiz. Ular ko'ngil bo'lyapti. Bu jihatda balkim siz jiqaroq ko'radigan bo'lishingiz mumkin Rusça medialarni. Ular indayapti. Hazır endi bütün muşu boğatkan vaqiyani lager meselesini bizning shu qozoq qarindoshlarimiz bütün media hem axborotlar chiqaryapti. Hem Rusça hem Qozog'cha. Bu qozoq xalqi shunchalik bir jangovar xalqga. Mening endi shu hozir shu endi mumkin men o'ylayman o'zining davlatida mustaqil yashab shuning uchun bular jangovar shu bir nimga egimkin deb o'ylayman. Shunaq bo'lsa-mu, bularning qatqini bizning Uyg'urlar shu lagerlarda endi qozoq xalqiga qaraganda Uyg'urlar u yerda ko'pincha, masalan, millionlagan Uyg'urlar bo'lsa-mu, bizning mush guvohlik berish bo'lsin, imzo to'plash bo'lsin, bizning shunchalik nima desam bo'ldi, nachar. Texila yaxshi uyg'onamayapmiz. Texila mushunga yaxshi ko'ngil bo'lamayapmiz. Bu qozoq qarindoshlarimiz shunchalik mush guvohlik berish bo'lsin, media chiqish jihati bo'lsin, shunchalik kuchli ishlarni qo'zg'ab, harakatlarni ip beryapti-da. Shuning uchun mening deganim abaqi shu bizning Uyg'urlar ashlarning sepi bilan mengib, ashlar bilan birga bo'lib, bizning Sharqiy Turkiston siz degandek ham nima o birla Sharqiy Turkiston deb ismimi deb turdi-ku, Turkiy xalqlarning. Shu bizning Uyg'urlarni ulama ig'ziq elib ham yerda hatta shu hamma yerda mediada bizni nim qilsa deymanda. Birli qozoq xalq emas, qozoq, qirg'iz, tatar hamma musulmonlarni hozir lagerlarga kirib ketdi-ku. Shuni anglatsa deymanda. Ammo siz boymi shu Turkiyadagi ayollarniki ishlari boshqa ishlarni tilga oldingiz. Turkiyadagi shu guvohlik berish faoliyatini ko'ryapmiz. Uningda shu Uyg'ur ayollarning rolini cho'ng bo'lyapti. Bo'libmi shu turmadalar yetib chiqqan, lagerlarda yetib chiqqan qarindoshlarimiz beshidan o'tgan ishlarni ekranga chiqib so'zlab, masalan bizni shaxsan men hayron qoldim bu turmadagi ichinishli ahvollarni anglagandan keyin ham u yerdagi yoshlarimiz ularniki guvohlik bergan so'zlarini inglizchaga tarjima qilib, ostiga inglizcha tekstlarni yozib dunyoga to'ntiryapti. Mana shundoq garchi baysiz degandek Qozog'istondagidek kuchli bo'lmasa-mu bizning bu faoliyatlarimiz hozir asta-asta bosh ko'taryapti, xalq uyg'onyapti. İnşallah bu ish yana keng ko'lamli bo'lg'isi, chunki hozir qo'limizga qurol olib urushga chiqamagandan keyin shu media urushi orqali dunyoga o'sha Xitoyning vahshiyligini tonutsak xalqaroning besimi bo'ladi, hozir bo'lyapti, butun dunyo degandek tonib yetdi bu Xitoyning naqadar vahshiyligini. Ayni vaqtda Yahudilarni Gitlerninki Germaniyasi mushtaq lagerlarga so'lab, o'chaqda so'lg'inimi 700 mingdan ortiq Yahudi ekandik. Hozir bizning 3 milliondan ortiq qarindoshimiz kirib. Ya'ni tarixda eng jiq so'langan, eng keng ko'lamli qirg'inchilikqa uchragan millat biz bo'lib qoldik. Bu qabohatli tushniki bizning beshimizga kelishini hech kim o'ylab boqmagan. Buningda bay degandek biz Uyg'ur ayol xonimlarningki, qizlarimizningki rolini yaxshi bo'lyapti. Siz Dünya Uyghur Ayolları Birliği'nin reisi buluş sübütünüz bilen mushu teşkilatninki kelgüsüge qanday qaraysiz? Bu teşkilatninki xalqaraviy asosi bormi? Hamma davlatda a'zolar bormi? Ham bundan keyin ashundaq jangovar ayollarimizni yana ko'plab aranglarga elib, tashkilotlarga qo'shib, hozirgi mushu teşkilatni kengaytirish, dunyoviy xarakterli cho'ng teşkilatga aylantirish planinglar bormi? Albatta. Bizning planimiz mushu bütün dünyadagi bo'libmi muhojiratdagi Uyg'ur ayollarini hammasini birlikka kelish. Undan keyin bizning masalan har bir davlatda bu bir xalqarалық uchun
Bizning har bir davlatda bir vakilimiz bor. Qozog'iston, Qirg'iziston, Avstraliyada, Amerikada, Germaniyada, Turkiyada o'zimizning raislarimiz bor. Mening demoqchi bo'lganim shu dunyodagi shu muhojiratdagi bizning xonimlarimiz, aktiv xonimlarimiz, millat uchun ko'ydigan o't yurak xonimlarimiz shu o'zlari turadigan davlatdagi bizning raislarimiz bilan aloqalashib, hammamiz bir yerga bir dardimiz bir bo'lgandiki, shu Sharqiy Turkiston davosini bo'lsin, bizning o'zimizning ana bala huquqi bo'lsin, shu jihatdan hammamiz birlikka kelib, masalan ish o'mlikda, kuch birlikda deydi, shuningga ilib kelish. Endi bizning o'yimiz shu butun xonimlarni bir yerga akilish, texmi kuchaytirish, shu bizning o'zimizning ayollarning ishini bizning endi birli nim emas, bizning ham madaniyat tarafdan, urf odatdan, bal tarbiyalash tarafdan bizning nimimiz o keng. Shuning uchun bizning aldımız qo'ygan birinchi bir planlarimizning biri 4-oyda Allah buyursa Türkiye'de cho'ng bir qurultay açımız. Bütün dünyadaki Uyghur ayollarını, aktif ayollarımızın şu yerga hamısını chaqirib, eşede cem bulup hemimiz şu yerdeki Türkiye'deki hanımlarımızın köplep boluşun halayımız eşede başları katkan her türlü problemler var. Şularga biz endi şu yerde hemimiz düglek üstelip oturup qandaq nemi qilib, qandaq yordam qilaymiz şu hanımlarımızı şu qarang'uchilikdan chiqarish. Ondan keyin o'zini o'zi söyish, huquqiga ega bo'lish, hech kim orqali dafsanda bo'lmaydigan bir kuchli xonimlarni biz yetishtirib chiqishimiz kerak. Shuning uchun bizga birlik kerak, o'mlik kerak. Ondan keyin bizga shu Turkiyaga borganda Turkiyadagi bütün tashkilotlarning bizga qo'llashi bek muhim. Bizga yordam berish kerak. Shuni so'raymiz, umid qilamiz. Bu planlar nihoyat yaxshi bo'libdi, chunki bayon necha qatim deb o'tdik, bu davo ishlarimizda bizning xonim qizlarimizniki roli nihoyat cho'ng bo'lyotdi, ham jangovarlik rolini joriy qildiryapsizlar. Shunga siz plan qilgandek, agar Turkiyada bu yig'in ichilib, texnik ko'p xonim qizlarni atrofingizga tashkillab, kuchni bir yerga akasanglar, ideyani birlikka keltirsanglar, bundan keyin shu davo setimizda texnik zo'r, cho'ng rol o'ynaysizlar deb o'ylayman. Hem bu vaqtda inshaalloh bir sizlarga utuq tilayman. Bugun Risolat xonim siz bilan tafsiliy tanishib chiqqan bo'ldik. Qilgan ishlaringiz va ko'z qarashlaringiz bilan tafsiliyroq tanishib chiqqan bo'ldik. Albatta bizning deyishgan gaplarimiz nihoyat ko'p. Bundan keyin shu xonim qizlarimiz onalar va bu siyosiy jihatlarda har xil temalarda siz bilan suhbat qilib turishni xohlaymiz. Bugun sizning alohida vaqt ajratib programımızga qatnashib berganingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Oxirida bir xulosa so'zingiz bo'lsa oson. Endi birinchidan sizga jasorat apandim, muxbir apandim. Shu naq maydonni yaratib berganingiz uchun rahmat aytaman. Men o'zimning shu naq maydonni foydalanib yurak so'zlarimni o'zimning xalqimga, bizning o'zimizning xonim qizlarimizga fursatni foydalanib bugun shu yurakdan chiqarib oldim deb o'ylayman. Shu endi xalqimga deydiganim umidimizni zor uzmayli. Ishinayli, cho'qim mustaqillik yetishimizga ishinayli. Shu mustaqillikni biz cho'qim yetimiz deb shu kavlimizga quyib etayli. Ham harakat qilayli, o'yg'inayli, harakat qilayli. Hazır birden bir qo'limizdan keladigan ish o guvohlik berish, namoyish qilish, shuni bo'lsa qo'lga keltirib turaylik. Bundan keyin vaqt ko'rsatadi hamma. To'g'ri. To'g'ri deysiz, ham ishni vaqt ko'rsatadi. Inshaalloh ishlarimiz ilgari surgusi, hozirgidan kuchli bo'lgusi. Amin. Hammamizning orzusi mustaqillik ekan, inshaalloh bu orzuyimiz uzun qolmay amalga oshgusi. Ahırda sizin teningizga salomatlik, oilangizga baxt tilaymiz. Yana bir qatim ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr, Allohga emanet. Rahmat, xo'sh, omon bo'ling.
Evet. Yaşasın